dabdabalar faqatgina to'y marosimlarda emas, balki musibat bo'lgan xonadonlarda ham, kundalik hayot tarzimizda ham uchrab turibdi. Achinarlisi ibodatlarimizda ham dabdabaga yo'l qo'yyapmiz. Hajga borib keladi, umraga borib keladi. Viloyatlarda juda og'ir. Bir viloyatdagi akamiz aytadiki, umraga borib kelgandan keyingi xarajat ko'p deyapti. Umraga borib kelishga qancha pul ketadi? Kelganingizdan keyin keldi-ketdiga undan ham ko'p pul ketadi deydi. Biz endi ibodatlarimizgacha shunaqa bir isrofga, dabdabaga yo'l qo'yadigan bo'lsak, albatta bu nomunosib ish azizlar. Qani endi shu umraga borib 3 kunlab, 4 kunlab mana shunaqangi bir dabdaba qilib shuncha isrofga yo'l qo'yayotganlar nima uchun bordi Allohning baytiga? Endi sizlar ham muhtaram azizlar, hammamiz ham, xalqimiz ham bu to'yday bostirib borish kerak emas endi. O bechora odam keldi. Shu kelgan odamga baribir bir narsa qo'yaman deydi oldiga. Ovqat qo'yaman, choy qo'yaman, non qo'yaman deydi. O'zi umuman ommatan o'zi shu ishlarga biz fikrimizni o'zgartirishimiz kerak. Ibodat qildi, bo'ldi, keldi endi. Juda yaqinimiz, qudamiz, qarindoshimiz bo'lsa, telefonda muborakbod qilib qo'yaylik. Muborak bo'lsin, yaxshi keldingizmi, salomat bo'ling. Mayli 1-2 kun dam oling. Xudo xolasa to'ylarda, yaxshi kunlarda ko'rishamiz deb. Mana shu dabdabalarni to'xtatishimiz kerak. Kelgan odam o'zi charchab keladi yo'ldan. Yana bu ertalabdan kechgacha odam kutish. Buncha xarajat. Bu hech to'g'ri kelmaydigan ishlar azizlar. Isrof faqat to'y marakalarimizda emas, hamma bizni yig'in maraka marosimlarimizda, tadbirlarimizda, hattoki ibodatlarimizda ham biz dabdabani, isrofni ko'rishimiz mumkin.